Sepkil va dog'lar uchun top 5 ta vitamin C. 5-o'rin Goodle brendidan vitamin C juda ham tez ta'sir qiladi, yuzdagi dog'larni ochartiradi, yuzinglarni yaltiratib beradi. 4-o'rinda Roundlab brendidan vitamin C plus niacinamid TH kisloti ham bor, yuzinglardagi pigment dog'larni, quyoshdan tushgan dog'larni ketkizib, yuzinglarning rangini ham tiniq qilib beradi. 3-o'rin Cosrx brendidan vitamin C, sostavida 23% vitamin C bor, yuzdagi sepkil va dog'larni yaxshi ketkizib beradi. 2-o'rinda Anva brendidan vitamin C, effekti juda ham tez, sostavida 20% vitamin C bor, tug'ruqdan keyingi dog'larni va sepkil dog'larni yaxshi ketkizib beradi. 1-o'rinda Dr. Alteya brendidan vitamin C, sostavida 63% vitamin C bor, necha yillik ketmayotgan qora dog'larni ham ketkizib beradi, tug'ruqdan, quyoshdan tushgan dog'larni ham zo'r ochartirib beradi. Plus mimik ajinlarni ham ketkazishga yordam beradi. Bundan ham foydali ma'lumotlarni olish uchun menga podpiska bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolar bundan ham foydali bo'lishiga va'da beraman.